Assalomu alaykum do'stlar, aka-ukalar. Sizlar bilan men yana o'sha Kanonbek Gaming 16 kanali. Xullas do'stlar, bugun men Minecraft o'ynadan top taxminan top 3 ta qishloq topish yo'llarini o'rgataman. Xo'sh, birinchisini yozamiz. Bu name degan joyga qolagan narsalarni yozib tashlaysizlar. Masalan, mana shu qoidaga amal qilinglar, lekin majbur emas. Mana seed degan joyini bosasizlar. Keyin mana bu yerga robot deb yozasizlar. Hamma harflari kichik. Va xohlasangizlar surreal, xohlasangizlar kreativ. Xo'sh, kreativ world deganni bosasizlar va siz mana shu xunuk xunuk bir narsalar turganini ko'rasiz. Va mana bu yerda qishloq qarabsizki. Lekin bu bitta qishloq emas. Ikkinchi qishloq ham bor. Ha do'stlar, bu yerda ikkinchi qishloq ham bor. Mana. Ikkinchi qishloqni to'g'risini aytsam, o'zim ham ko'rmagandim. Mayli, ketdik. Ikkinchiga. Xo'sh, mana ikkinchi qishloqni nomini ham topib olib, mana bu yerni o'chirib tashlaymiz. Bunga nom kerak emas. Xo'sh. Xarosant deb yozasizlar. Birinchi yumshoq ham birinchi harfi katta, boshqalari kichik harflari. Xullas, endi bosamiz. Qarabsizki, shu yerda paydo bo'ldik. Qatga borish kerak edi. Men bitganmi qat. Hozir o'ylab olay. Ha, bo'ldi. Esimga tushdi. Men bu to'g'riga yurish kerak ekan. O, mana chiqdi. Xullas, mana u kompotni ham bor ekan. Qani kompot yo'qmi? Ichib ketay. To'g'risini aytsam, kompot yo'qmi tamanga. Yo'q, YouTube kanaldagi odam kompot emas. Ichimlik. Qamaydi. Hamga shuni yozib ketamiz. Xo'sh, kengisini ham topdim. Marabel ekan kengisi. Hamma harflari kichik va ikkitali bo'ladi. Creative World va mana shu yerda paydo bo'lamiz. To'g'risini aytsam, kichkina qishloqmi? Qamaydi. Bu yerga ham hozir narsa topib olay. Obuna bo'ling deb yozib ketamiz. Do'stlar, o'zi men top 3 ta degandim, qamayli top 5 ta. Yana ikkita qishloqni topishni yo'lini o'rgataman. Xo'sh, mana keyingi qishloqimiz 65 603. Qani ketdik. Va mana yana bitta qishloq. Bu qishloq juda ham zo'rga o'xshayapti. Wow, mana shu yer juda ham zo'r bo'libdi. Lekin bu yerga quduq emas, boshqa narsa qurish kerak edi. Nima qurish kerak bilasizlarmi? Hozir ko'rsataman. Xo'sh, mana kirmolay. Namuncha ko'p qo'ylar. Shuncha chiqib ketdi. Qamayli, sizlarni ozodlikka chiqaraman. Do'stlar, mana shuni qilish kerak. Qamayli, keyingi qishloqqa o'tamiz. Xo'sh, mana do'stlar, yozuvimni o'qigan bo'lsangiz uydagilar kelishtirib kelib qolishni yozdim.
Hadislar rostdan ham yuragimga kelib qolishdi. Shuning uchun shunday deb yozdim. Tezroq boshlaylik. Xullas, keyingi qishlog'imiz 177-19 edi adashmasam. Qo'shmayli bosamiz. Mana, men adashmayman. Yuhu! Lekin bu вообще kichkina qishloq-ku. Mayli. Bu kichkina qishloq bo'lgani uchun ham bir narsa ko'rib ketamiz. Men yangi maqol o'ylab topdim. Bu esa mana kichkina qishloq, yeyman pomidor pishloq. Mayli. Xo'sh do'stlar, mana shu joyda videomiz ming afsuski o'z nihoyasiga yetadi va buni soat kechki 12:15 da olyapman, tugatyapman. Joninglar sog' bo'lsin, hammalarga xayr.